Uchinchi bob: tartib va intizom. Ichki tozalanishdan keyin inson hayotida muhim savol paydo bo'ladi. Endi qanday yashayman degan. Faqat tushunish va his qilish yetarli emas. O'zgarish tartib va intizom bilan mustahkamlanadi. Aks holda eski odatlar yana qaytadi. Tartib bu tashqi ko'rinish emas, ichki tizimdir. Intizom esa o'zini majburlash emas, o'zini boshqarishdir. Ko'pchilik intizomni qattiq yoki cheklov deb tushunadi. Aslida esa intizom erkinlik beradi. Chunki tartibli inson vaqtini, energiyasini va e'tiborini ongli ravishda boshqaradi. Agar inson ichki tartibga ega bo'lmasa, uning hayoti tasodifiy qarorlarga bog'lanadi. U kayfiyatiga qarab harakat qiladi. Bugun ilhom bo'lsa ishlaydi, bo'lmasa to'xtaydi. Bunday hayot barqaror natija bermaydi. Intizom esa kayfiyatdan ustun turadi. U qarorni his-tuyg'ulardan yuqoriga qo'yadi. Tartib avvalo fikrlarda boshlanadi. Qanday fikrlarni qabul qilyapsan, qaysilarini rad etyapsan? Ong tartibsiz bo'lsa, hayot ham tartibsiz bo'ladi. Shuning uchun inson o'z ichki dialogini nazorat qilishni o'rganishi kerak. Keyingi qadam vaqt tartibi. Vaqt eng qimmat resursdir. Uni boshqara olmagan inson hayotini boshqara olmaydi. Rejasiz kun rejasiz natijaga olib keladi. Oddiy kunlik tartib ham katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Intizom yana bir muhim narsani o'rgatadi: kechikmaslikni. Inson ko'pincha muhim ishlarni keyinga qoldiradi. Sababi qo'rquv, noloyiqlik yoki dangasalik. Intizom esa shunday deydi: qiyin bo'lsa ham hozir qil. Har bir kichik bajarilgan ish ichki ishonchni mustahkamlaydi. Bu qismda inson o'z xarakterini mustahkamlaydi. U har kuni kichik, lekin ongli qarorlar qiladi. U so'ziga sodiq bo'lishni o'rganadi. U o'ziga bergan va'dasini bajarishni o'rganadi. Chunki o'ziga ishongan ishonch aynan shu yerdan shakllanadi. Tartib va intizom hayotni qattiqlashtirmaydi, aksincha yengillashtiradi. Chunki aniq qoidalar ichki shovqinni kamaytiradi. Inson nimani qilishini biladi. U ortiqcha ikkilanmaydi. Shuni unutmaslik kerak: motivatsiya vaqtinchalik, intizom doimiy. Motivatsiya kelib ketadi, intizom esa har kuni ishlaydi. U insonni istagan darajaga olib chiqadi. Tartibsiz orzu shunchaki orzu. Intizomli harakat esa natijaga aylanadi. Shuning uchun bu bosqich ichki kuchni tashqi tizimga aylantirish bosqichidir. Bu yerda inson o'z hayotini boshqarishni mustahkam qo'lga oladi. Uchinchi bob, birinchi qism: o'z-o'zini intizom va tartibga solish. Ichki kuchni uyg'otuvchi tartib tizimi. O'z-o'zini intizom va tartibga solish bu o'z hayotingni tasodifdan ongli boshqaruvga o'tkazishdir. Ko'pchilik inson kuchni motivatsiyadan izlaydi. U ruhiy ko'tarinki kelganda harakat qiladi, kayfiyat tushganda esa to'xtaydi.
ammo haqiqiy ichki kuch kayfiyatga bog'liq emas, u tartib orqali shakllanadi. Intizom bu o'zini qiynash emas, bu o'ziga sodiq qolishdir. O'zingga bergan va'dani bajarishdir. Boshlayman deganingni boshlash, qilaman deganingni qilish. Har safar so'z va harakat bir xil bo'lganda ichki ishonch kuchayadi. Tartib bu hayotni oddiylashtirishdir. Qachon turishni, qachon ishlashing, qachon dam olishing aniq bo'lsa, ortiqcha ikkilanish kamayadi. Ong kamroq charchaydi. Qarorlar yengillashadi, tartibsizlik esa energiyani so'rib oladi. Har kuni nima qilishni o'ylashning o'zi insonni charchatadi. O'z-o'zini tartibga solish avval kichik odatlardan boshlanadi. Erta turish, reja tuzish, boshlagan ishni tugatish, vaqtida kelish, vaqtida ketish. Bular oddiy ko'rinadi, ammo aynan shu oddiy harakatlar xarakter quradi. Xarakter esa insonni taqdirini belgilaydi. Intizom yana bir muhim narsani o'rgatadi: noqulaylikni qabul qilishni. O'sish har doim qulay emas. Ba'zan charchaysan, ba'zan xohlamaysan. Lekin intizom shunday deydi: hozir qiyin bo'lishi mumkin, lekin bu kelajak uchun zarur. Qil deydi. Inson qisqa muddatli qulaylikdan voz kechib, uzoq muddatli natijani tanlashni o'rganadi. Ichki kuch aynan shu yerda uyg'onadi. Har safar dangasalik yenganida, har safar qo'rquvga qaramay qadam qo'yganingda ichki mustahkamlik oshadi. Inson o'zini hurmat qila boshlaydi. Chunki bu bilan men o'zimni boshqara olaman degan fikr qoliplashadi. O'z-o'zini intizom va tartibga solish bu hayotni qattiq qoidalar bilan to'ldirish emas, bu muvozanat yaratishdir. Ish va dam olish, harakat va sokinlik, maqsad va qadriyatlar o'rtasida muvozanat bo'lsa, inson barqaror bo'ladi. Motivatsiya vaqtinchalik hissiyot, intizom esa ongli tanlov. Motivatsiya yo'qolishi mumkin, intizom esa har kuni ishlaydi. Ichki kuch tug'ma emas, u shakllanadi. Har kuni qilinadigan kichik, lekin izchil harakatlar orqali shakllanadi. O'zini tartibga solgan inson boshqalarni boshqarishga shoshilmaydi, avval o'zini boshqaradi. Va aynan o'zini boshqara olgan inson hayotini ham boshqara oladi. 3-bob 2-qism. O'z-o'zini tarbiyalash. Xarakter va qadriyatlarni shakllantirish. O'z-o'zini tarbiyalash bu voyaga yetgan insonning o'zini qayta tarbiyalash jarayonidir. Bolalikda bizni ota-ona va muhit tarbiyalaydi, ammo bir kun kelib inson o'zi uchun javobgar bo'ladi. Ana shu paytdan boshlab haqiqiy tarbiya boshlanadi. Xarakter tug'ma emas, u shakllanadi. Har kuni qilinadigan tanlovlar, beriladigan qarorlar, takrorlanadigan odatlar xarakterga aylanadi. Agar inson har safar qiyinchilikdan qo'rqsa, qo'rquvni tanlasa, u qo'rqoq xarakterli insonga aylanadi. Agar u har safar mas'uliyatni olsa, sabr qilsa, halol bo'lsa, u mustahkam xarakterli insonga aylanadi. O'z-o'zini tarbiyalash avvalo qadriyatlarni aniqlashdan boshlanadi. Sen uchun nima muhim?
halollikmi, hurmatmi, intizommi? Oila, sog'liq, rivojlanish, erkinlik qaysi biri ustuvor? Agar inson o'z qadriyatlarini aniq bilmasa, u vaziyatga qarab yashaydi. Vaqtinchalik manfaat doimiy qadriyatlardan ustun keladi. Qadriyatlar hayotga yo'nalish beradi. Ular ichki kompas vazifasini bajaradi. Qiyin vaziyatda qaror qabul qilish osonlashadi, chunki mezon bor. Masalan, agar halollik sening asosiy qadriyating bo'lsa, foydali lekin noto'g'ri yo'lni tanlamaysan. Agar o'sish sening qadriyating bo'lsa, qiyinchilikdan qochmaysan. O'z-o'zini tarbiyalash yana shuni anglatadiki, inson o'zini kuzatadi va tuzatadi. U o'z kamchiligini ko'rib, men shunaqaman deb o'zini oqlamaydi. Aksincha, men buni o'zgartira olaman deydi. Bu ichki yetuklikning belgisidir. Bu jarayonda sabr muhim. Xarakter bir kunda shakllanmaydi. Har kuni bir xil qadriyatlarga sodiq qolish orqali shakllanadi. Inson o'z so'ziga sodiq bo'lsa, va'dasini bajarsa, kichik ishlarni ham mas'uliyat bilan qilsa, ichki mustahkamlik paydo bo'ladi. O'z-o'zini tarbiyalagan inson boshqalardan hurmat kutmaydi. U avvalo o'zini hurmat qiladi. U o'z chegaralarini biladi. U o'z ustida ishlashni davom ettiradi, chunki u hayotini jiddiy qabul qiladi. Xarakter bu insonning ichki poydevori. Qadriyatlar esa shu poydevorning ustunlari. Poydevor mustahkam bo'lsa, bino baland quriladi. Poydevor zaif bo'lsa, eng kichik shamol ham uni larzaga keltiradi. O'z-o'zini tarbiyalash bu mukammal bo'lish emas, bu ongli, mas'uliyatli va qadriyatli inson bo'lishdir. Ana shunday inson nafaqat muvaffaqiyatga, balki hurmatga ham erisha oladi.